Yasin, işler sel murakkablashyapti. Endi kallangni ishlatmasang, bu da ishning chekidig'ini saqchi ulab qoladi. Ha? Oltun. Bilishimcha dünyada 250 ming tonna oltin bor. Ürümçide 650 tonna oltin bormish. 10-15 kilo oltinni ko'paytib satsam, buni haqda bilib qolmas. To'xta. Oltin ko'paytirdiganga oltin ilish to'g'ri keldi. Pulning hammasini abaytili ap ketdi. Yo, Yasin, rost taling va kajmo sening. Yana bir to'qmoq pul eshib qopti emasmi? Lekin bu pulni ko'paytib bir narsa olsang, chataq chiqib qolamiki. Yaxshimisiz efendim? Voy, Nurimat. Nimamsan? Men bor. Qanday qildim? Nim deb kirding bu yerga? Qarasam shu cho'ng uzilishlar kutdi senda. Burun tayini yo'q desinki. Pulga dumchishga maymaqding sen. Voy, men zamonam beqib kep qo'ljimi? Kimni pulga dumchishgan davatsa? Voy, yalan tush. Men yanchqon bir mo'jadan tayini yo'q. Men oltin do'kondan borsaga chiqib, do'qmosh paypini satsam olmam-da. Kasıldamayım yerde. Hey, tuzuk yaqilmam deb-chu menga biraz aql keldimi menga? Oltin nima? Oltin olma. 5 yilga olib pitlanamsan ya. Hey, ma adam yaratmaydan qilib shu ketgan jumasinki. Demiş oldu, ha? Xo'jayin. Ma qalanda bizning do'konga oltin olma deb kirib keldim, ha. Shu o'zingni bilib chiqib kel desam unumay, bezirib turib oldi o'tan do'konimizdan sütdan Bu tushirib. qiz bola seni sal boshchaqlab qelyapti-da. Xeridor mujtamoani qilaman, ha? Buni siz puli yo'qligini qanday bilasiz? Hech kimlar tunishamdinglar? Xo'jayin tunishimiz. Tunishib qolmaydi, dedi. Ma birimning ahvolini besh qo'ldik bilmayman. Bizning maktabda o'qiydigan birim deydi ha u. Osh hamma askishni qilib, oxirida maktabdan haydalib ketgan nima bu? Hozir do'qmosh paypoq deb yuriydi shu. Bugun ma do'konimizga cho'qim oltin o'g'irlayman deb kirgan gap bu. Xo'jayin men biraz o'g'lim kabidim men. Siz oltin olib kelganman menga. Oltin olma dedim. Rost? Sen oltin olamsan. Men rost oltin olib keldim menga. Sizlarning hozir oltinning grammi qancha pul? 780. Xo'jayin, bilazingiz qancha gram chiqdi? 30 gram chiqadi. 30 gram? Mana kagdak bir bilazikni men beraman. Mana. Bo'ladi. Hozir tayyorlaylar. Siz darhol berib, Oqsaroyning mineral suyini eklang. Bo'ladi. Xo'jayin, ma pulning kelish manbasini bir aniqlab olaylikmi? Mavjud cho'qimga o'g'irlab, ya Aniqlab qaz tugashding-da, Yasin. Bu birim oltin olib pul nima ish qildi? Bo'ldi, quruq ketma, az qilib Oqsaroyning suyini eklang. Bo'ladi. Xo'jayin, Menga sizga mushuning kagidek oltin bilezikni birini tayyor qilaylar. Ma'qul bo'ldi, avval qildim. Aras xo'jayin, sizlar oltinni yig'olamsizlar? Yig'olmas. Qanchadan yig'olamsizlar kirmadi? Satsak 780 dan, yig'ib olsak 760 dan yig'ib olamiz. Bo'ldi. Menda biza mal bor-da, shu malni hamda olamdikin deb sizga. Sizda oltin bormi? Ha? Qani, men Oqsaroyning suyini ichaman. Qanchalik mal bor? Menda 5-6 kilo mal bor. Voy, o'qishmaslik qopti. Bayatdagi varanchining bo'lib olsa, bir ushiqdan birisi kelib qasdan jidal chiqib qolsa deb o'ylab qopdim. Siz cho'ng xaridor ekansiz emasmi? Biz suvishga turing, ha? Hozir sizga bilezing tayyor qilaylik. Yurking rastomkan Yasin. To'shay bilan kelib 5-6 kilo oltinning gapini qila oldim.